Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri. 2-kitob 13-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Necha marta berilgan va'dalar qanday buzilgan bo'lsa, bu so'zga ham ular osongina xiyonat qilishlari mumkin edi. Yana jodugar deyishlari, yana yolg'onchi folbin shoir kabi bo'xtonlar yog'dirishlari begumon edi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshilikni ravo ko'rdilar. Qolaversa, mo'minlarga shuncha yildan beri qilingan jabr zulmning alami olingan edi. Abu Sufyon so'zlarida davom etdi. Gapimga ishon, o'tinaman, ey Muhammad. Osmon ko'zimga xuddi bir tuman kabi xira ko'rinadigan bo'lib qoldi. Azaldan moviy tiniq bo'lib kelgan samovat ham o'zgarib qolgandek. Bundan tashqari oyoqqa turishim bir go'daklarga biron yegulik topish uchun yana bir bedavo dard topildi. Abu Sufyon rost gapirar edi. Och me'dalar onglarga hukm qila boshlagan. Ko'zlar, nigohlar masg'un, tizzalar qaltirar, ko'k yuzni esa xira bir tuman qoplab olgan edi. Buyuk Alloh ham navbatdagi oyatlarila hol chindan ham shunday ekanini tasdiqladi. Bas, ey Muhammad, siz osmon ochiq, ya'ni burchakka ko'rinadigan tutunni keltiradigan kunga ko'z tuting. U tutun barcha odamlarni o'rab olur. Bu alamli azobdir. Shunda ular Parvardigoro, o'zing bizlardan bu azobni aritgin. Albatta bizlar iymon keltirguvchidirmiz deydilar. Duxon surasi 10-12 oyatlar. Natijada Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam qahatchilikni bekor qilishini so'rab duo o'qidilar. Ofat bartaraf bo'lgandek darak berib, yomg'irlar yog'di. Hayot yana eski holiga qaytdi. Mashaqqatli kunlar unutildi. Abu Sufyonning va'dasidan hech kim, hatto Abu Sufyonning o'zi ham eslamadi. Endi hech kim bu va'dani ustidan chiqmasligini, o'zini otini bilganday yaxshi bilardi. Abu Sufyon, ammo bu xiyonat shundaycha qolib ketaveradimi? Ushbu savolga javob tariqasida Buyuk Alloh bunday amr etdi. Ular uchun qayoqdan ham boshlariga tushgan bu ofatlardan eslatma, ibrat olish bo'lsin. Holbuki ularga ochiq payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. So'ngra undan yuz o'girdilar va unga Qur'on birovlar tomonidan o'rgatib qo'yilgan. U majnun dedilar-ku. Albatta biz bu azobni sizlardan bir oz vaqtincha aritguvchidirmiz. Sizlar ham shak shubhasiz o'z kufr isyonlaringizga qaytguvchidirsizlar. Biz dahshatli ushlash bilan ushlaydigan kunda, ya'ni Badr jangida yoki qiyomat kunida biz ulardan intiqom olurmiz. Zero biz intiqom olguvchidirmiz. Duxon surasi 13-16 oyatlar. Bu intiqom yaqin kelajakda, Badr jangida boshlanajak va to qiyomat kunigacha davom etajak. Mashhur shoir Asha qanday aldandi? Asha dong'i butun arab yarim oroliga tarqalgan ulug' shoir edi. Bakr ibn Voil o'g'illaridan bo'lgan bu mashhur shoir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida ozmi ko'pmi eshitgan. Islom dini keltirgan ahkomlar va Qur'ondan ba'zi oyatlarni tinglagan. Borib uning diniga kirayin deb tuyasini mingan u Makkaga yo'l olgan edi. Yo'l bo'yi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida o'ylab keldi. U zotni madh etuvchi she'rlar o'qidi. Nihoyat bir kuni oftob botay deb turganida Utba ibn Robiyaning uyiga yetib keldi. Ko'pdan beri ko'rishmagan qadrdon do'stlar quchoq ochib ko'rishdilar. "Xush kelibsan, ey aziz do'stim", deya qarshiladi Utba. "Sizlarni juda sog'indim, ey Utba", dedi Asha. O'sha kecha
Asha Utba ibn Robiyaning aziz mehmoni bo'ldi. Izzat ikrom iltifot ko'rsatildi. Asha go'zal she'rlaridan o'qib berdi. Shu asnoda Abdumuttalibning nevarasi Muhammad ibn Abdulloh haqida bitilgan bir qasidani ham o'qidi. Utba arablarni odatiga xilof ish tutmaslik uchun Ashaning kelishidan asl maqsadini so'ramadi. Biroq maqsad shundoq ham ma'lum edi. Ashaning to'satdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'g'rilarida gap boshlaganini boshqacha izohlab bo'lmas edi. Rosa charchagansan, ey Asha. Vaqtliroq yotib damingni ol. Boshqa gaplarni ertaga gaplashamiz. Gaping to'g'ri Utba. Yo'l azobi go'r azobi deb bekorga aytishmagan. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Yotsam yota qolay. Ko'p o'tmay eshitila boshlagan xurrak uning qattiq uyquga ketganini bildirdi. Tun yarmida Abu Jahlning eshigi taqilladi. Ovozidan Utba ibn Robiya ekanini tanidi. Ayonki bunday bemahalda behuda kelmagan. Bir muddat suhbatlashdilar. Xayrlashar ekanlar. Abu Jahl men borguncha uni hech qayoqqa chiqarma deb tayinladi. Utba qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Orqasidan eshik yopilar-yopilmas ming'illagan ovoz eshitildi. Hab senimi to'ng'iz shoir? Uning diniga kirib bo'psan. Abu Jahl o'sha kecha mijja qoqmay u yoqdan bu yoqqa ag'anab chiqdi. Xayoli Ashani qanday qilib fikridan qaytarish bilan band edi. Uyquga ketsa tushiga kirar, uyg'onsa yana u haqda o'ylar edi. Shunday ulug' shoir ham aqlsizlik qilsa, musulmonlarning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shilib, yanada haddilardan oshib ketmaydilarmi? Ertalabgacha Ashani bo'ralab so'kib chiqdi. Tong saharda Utbanikiga kirib keldi. Yuzida ayyorona bir tabassum ifodasi bor edi. Xush kelibsan ey shoir, bizni juda xursand qilding deb Ashaga iltifot ko'rsatdi. Asha ham shunga munosib javob qildi. Xushvaqt bo'l ey Abul Hakam. Abu Jahl o'tirdi. Tuya suti bilan mehmon qilindi. Hol ahvol so'raldi. Nihoyat Abu Jahl Ashadan kelish maqsadini so'radi. Muhammad ibn Abdullohni diniga kirish uchun keldim. Ey Abul Hakim deya javob berdi Asha soddadillik bilan. Nima? Asha qabilasiga yetib borgan ba'zi bir xabarlar haqida so'zlab berdi. Yangi din xususida shaxsan payg'ambarning o'zidan ma'lumot olib o'rganish niyatida ekanini bildirdi. Lekin gap boshladi. Abu Jahl bir dinga kirgach, o'sha dinning hukmlariga qat'iy rioya qilish lozimligini ham bilsang kerak. Albatta, juda soz. U holda Muhammadni zinoni taqiqlaganini bilasanmi? Asha lablarini burishtirdi. Bilmas edim. Lekin yoshim o'tib zino ham xush yoqmay qoldi. Bundan keyin zinodan uzoq turish endi men uchun u qadar qiyin bo'lmasa kerak. Xo'p, mayli. Ichkilik haqida-chi? Ichkilik haqida nima deysan? Axir u ham taqiqlangan. Tushunmadim. Muhammad ichkilikni ham taqiqladimi? Asha ko'zlarini katta-katta ochdi. Mana bunisi endi chatoq ekan dedi. Ya'ni ichkilikni juda yaxshi ko'raman. Undan voz kechishim mushkul bo'ladi. Ashani kayfiyati buzildi. Abu Jahlni titroq bosgan edi. Sukunatni Utba buzdi. Qanday qarorga kelding ey Asha? Ish chappasiga ketdi. Yaxshisi hoziroq uyga qaytib 1 yil davomida to'yib sharob ichib olishim kerak. 1 yildan so'ng kelib uning diniga kiraman. Bundan boshqa chora ko'rmayapman. O'ylaymanki, bu eng maqbul fikr bo'lsa kerak. Utba kosa to'la xurmo sharobini g'alaba bilan kutayotganday qilib ularning oldiga surib qo'ydi. Asha singari aql raso kishini o'ylab ish qilishi lozimligini ham qo'shimcha qildi. Dong'i Yamandan Damashqqa ketgan bir shoir yangi bir dinga kirsa-yu, uning hukmlariga rioya qilmasa, obro'yi tushib ketishini ifoda etdi. Asha xayrlashdi. Yana kelgin, kutib qolamiz ey shoirning sultoni. Yana kelib uylarimizga fayz kiritishingdan umidvormiz ey Asha. Sizlar ham xush qolinglar, do'stlar. 1 yildan so'ng, yana 1 yildan so'ng kelaman. Xayr.
Asha to'g'ri maslahat bergan do'stlariga qayta minnatdorchilik bildirib ketdi. Bir yil davomida to'yib sharob ichish haqida o'ylay Makkani tark etdi. Niyatiga yetgan hamtovoqlar u ko'zdan g'oyib bo'lguncha orqasidan kuzatib turishdi. So'ngra bir-birlariga tikilishdi. Iflos shoir jinniligi tutib fikridan qaytsa edi deb shunday qo'rqamanki, juda ayyorsan-da ey Abul Hakam. Lot haqqi qasam ichamanki, agar men shayton bo'lsam, ishlarimni bitirishdan oldin maslahatlashish uchun 40 marta bo'lsa ham eshigingni taqillatardim sening. Asha shunday uzoq yo'lni bosib zahmat chekib Makkaga yetib kelganida hech bo'lmasa bir marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishishi lozim emasmidi? Bu jihatdan uni ma'zur tutib bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Abu Jahl bilan Utbaga kelsak, ular mushriklarga xos vazifani bajargan edilar. Umrlarini iymon va ifron lashkari to'xtash va mahv etish yo'lida sarflagan kishilardan juda yaxshi o'ylabsan. Ming afsuski, biz hali ham iymon keltirishga jur'at qilolmadik. Seni samimiy qutlaymiz ey Asha deyishlarini kutib bo'lmas edi albatta. Asha ketdi. Aytganidek butkul ichkilikka berildi. Ketma-ket sharob ichardi. Ichgan sari zavqlanar, zavqlangan sari yana ichar edi. Bir yildan so'ng ichkilikka chek qo'yaman deb o'yladi. Ammo u kungacha yetib borolmasligini ajal eshigini taqillatib kelganida bildi. Tutgan joyidan kesadigan, olmasdan ketmaydigan ajal o'z ishini qildi. Asha hayoti bilan vidolashib, ko'zlarini yumdi. Bir yil yashasa kelib musulmon bo'larmidi? Yoki hali ham ichkilikka to'ymadim deb yana bir yil ichkilikka berilarmidi? Bular qiyomat kuni bo'ladigan hisob-kitobga havola etiladigan mavzudir. Uni aldaganlarni ham hisob-kitob qiladigan buyuk Alloh nima qilishni, qanday yo'l tutishni albatta bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Ammo uzoq yo'lni mashaqqat chekib bosib kelgan, lekin ilk daf'a eshigidan bir ikki og'iz so'zigayoq aldanib nur yuzli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashmay ketgan Ashaga achinmay ham bo'lmaydi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qurayshlarni abadiy saodat yo'liga chorlar ekanlar, ularni bu ishni qanday qilib bo'lsa ham buzishga urinishdan hech charchamas edilar. Hech bo'lmasa bu Qur'on ikki shaharning hukmi bo'lgan ulug' martabali kishilardan biriga tushirilmasmidi kabi mishmishlar tarqala boshladi. Bu gal ikki shaharning hokimlari deb tan olingan kishilar Makkada Valid ibn Mughira, Toifda Urva ibn Mas'ud Saqafiy edi. Hatto Valid bu boradagi fikrlarni ochiqchasiga ifoda etib, Muhammad Alloh kalomidir deya da'vo qilayotgan so'zlar chindan ham Alloh kalomi bo'lganida menga yoxud Urva ibn Mas'udga tushirilardi degan. Nihoyat navbatdagi oyatlar bu masalani ham hal etdi. Yana ular bu Qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi dedilar. Ey Muhammad, Parvardigoringizning rahmati bo'lmish payg'ambarlikni o'shalar taqsimlaydilarmi? Yo'q, aslo unday emas. Ularni hayoti dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularni o'rtalarida biz o'zimiz taqsimlaganimiz va ba'zilarini qo'l ostida olib ishlatish uchun ayrimlaridan baland daraja martabalariga ko'tarib qo'yganmiz. Parvardigoringiz rahmati, payg'ambarlik esa ular to'playdigan narsa, mol dunyolardan yaxshiroqdir. Bu masalada yana haddidan oshganlar. Payg'ambarlarga berilgan narsalar bizga ham berilmaguncha iymon keltirmaymiz dedilar. Janobi Haq bema'ni taklifu istaklar bilan suyukli rasulini bezor qilgan makkaliklarga bir javob va payg'ambariga bir tasalli tariqasida ushbu oyatlarni tushirdi. Qachon ularga Muhammad payg'ambar ekanligi haqida biron oyat kelsa, to bizga ham Allohning payg'ambarligiga berilgan oyatlarga o'xshash oyatlar berilmaguncha hargiz iymon keltirmaymiz deydilar. Alloh payg'ambarlik vazifasini qayerga qo'yishni yaxshiroq bilguvchidir. Yaqinda bunday jinoyatkorlarga haq qilib
o'tgan hiyla-nayranglari sababli Alloh huzurida xorlik va qattiq azob yetajak. An'om surasi 124-oyat.